bitta sertifikat bilan Xitoyda 100% grant olib o'qish imkoniyati borligini bilarmidingiz? Bu sertifikat HSK. HSK shunchaki til hujjati emas. Bu siz uchun Xitoy universitetlariga kirish 100% gacha grant va hatto ish imkoniyatlariga ochiladigan eshik. Tasavvur qiling, siz Xitoyda o'qiysiz, kontrakt to'lamaysiz, oyiga stipendiya olasiz va dunyoning eng tez rivojlanayotgan davlatlarida tajriba yig'asiz. Xitoy universitetlari esa meditsina, IT, engineering, biznes yo'nalishlarida ham ingliz tilida mukammal ta'lim berishadi va Amerika hamda Yevropaga qaraganda anchagina arzon. Eng qiziq joyi nima? Xitoy tilini bilgan mutaxassislar kam, lekin ularga bo'lgan talab juda yuqori. HSK bu shunchaki sertifikat emas, bu kelajakka investitsiya. Rustam Bosimov maktabida allaqachon HSK sertifikatini qo'lga kiritgan hamda hozirda ham faol tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz bor. Bu shuni anglatadiki, grantlar allaqachon egallana boshlagan.